Dünya Uyghur Qurultayının təşəbbüsü və Şərqi Türkistan təşkilatları həmkarlıq munbirinin ortaq qararıga asasən Xalqara Olimpik günü münasibəti bilan 6 ayının 23 günü bütün dünya miqyasida 2022 yillıq Beijing qışlıq olimpik yig'iniga qarshi bir tutash holda elib beriladigan namoyishlarning safarbarlik va tayyorlik xizmatlari jiddiy davom qilmoqda. Dünya Uyghur Qurultayı, Shveysariya Uyghur Jamiyati va Tibet tashkilotlarining uyushtirishi bilan 23 iyun kuni markaziy Shveysariyaning Lozan shahriga joylashgan Xalqaro Olimpik komitetining oldida keng ko'lamlik birlashma namoyish va yurish o'tkazildi. Irqiy qirg'inchilik olimpikini boyqut qilayli degan o'rtaq shior ostida elib beriladigan birlashma namoyishga Shveysariyada yashayotgan Uyg'ur va Tibetliklardan boshqa yana Shveysariyaga qo'shni davlatlardagi qarindoshlarimiz kelib qatnashga hozirlanmoqda. Germaniyada Lozandagi namoyishga boradigan qarindoshlarimiz uchun Dünya Uyghur Qurultayı markaziy organi tarafidan maxsus avtobuslar kiralandi. Lozandagi Olimpik muzeyi oldida Yevropa vaqti soat 13 da rasmiy boshlanadigan namoyish soat 15 dan 30 gacha davom qiladi. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan oldingi kuni e'lon qilgan ikkinchi qitimliq safarbarlik nutqida Yevropada yashayotgan qarindoshlarimizni vatan millat da'vosi uchun bir kunlik vaqtidan kechib 23 iyun Lozanda o'tkaziladigan tarixiy namoyishga aktivlik bilan kelib qatnashishga va boshqa allardagi qarindoshlarimizni o'zdiri turishliq allardagi Uyg'ur tashkilotlari tarafidan bu munosabat bilan bir tutash holda elib beriladigan namoyishlarga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirdi. Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Turkiya va Yevropa ellərdəki Uyğur təşkilatları 23 iyun namoyishi haqida safarbarlik xizmatlarini jiddiy davomlashtirmoqda. Dünya Uyğur Qurultayı mərkəzi işxanasının istansimizga bildirişçi Xalqaro Olimpik günü münasibəti bilan 23 iyun günü 40 dan ortiq davlatda irqiy qirg'inchilik olimpikini boyqut qilayli degan o'rtaq shior ostida namoyish elib beriladi. Uyg'ur tashkilotlari bo'lmagan davlatlardagi namoyishlarni Dünya Uyğur Qurultayıning havolasi bilan Tibet va kishilik huquq tashkilotlari uyushtirdi. 23 iyun namoyishini qochirmang va o'zingizning bir kishilik milliy ham vijdoniy majburiyatingizni ado qilishga g'ayrat qiling.